Bu bolani hamma tanib qoldi deb bemalol ayta olaman. Bagimi 002 ni shunaqa poni klientlari kelib olib ketishyapti. Bu galam ko'rishingiz mumkin. 6 taraf servirovkalardan xarid qilishda qo'limda turgan briket modellarni olib olishdi. 14-mart ilohim xayrli bo'lsin. Yoqdimi o'zingizga? Yo'qmasa qaytib qo'ymayman. Nima dedingiz? Shotga kelib olaman shekilli oldida dedi tekshirayotganlarimizda. Mana chinnichi bo'laman. Xayrli. Ana ko'rasizlar, ancha farqiga tushunib bilib qoldilar. Sababi biz hammasini etib, ko'rsatib, hammasini bir-birini moslashtirib qilib beramiz, to'g'rimi? Menimcha adashmasam 6-marta kelyapman. Mashalloh, qaranglar, 6-marta keldi. Komplekt bagema, servirovka olib ketdim. Hozir oldin 4 ta servirovka olib ketdim, 3 ta komplekt bagema olib ketdim. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Bu safar o'rtoqlari bilan kelmabdilar. Bittada tanib qoldik biz ham. Yaxshi kunlarda xizmatda bo'lsa, yana kutib qolamiz sizni. Ana ayyomlar bayramlarga olyaptilar shekilli ayollarga. Ana ko'rdinglar, mazza ekan, qaranglar, uydagilar kelib, xohlaganligini tanlashadi, bular xarid qilib oladilar. Yaxshi kunligida xizmatda bo'lsa, rahmat kattakon, bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Ketma deydi, hammaga qilib beryapmiz, hammalarga xayrli bo'lsin. Bular ham poni komplektlar olishdi. Hammani kutib qolamiz. Bemalol bagima 002 ga kelaverasizlar.